Assalomu alaykum Oyatullo o'z YouTube kanalining hurmatli kuzatuvchilari. 2025-yilda Ugalog mebel narxlari qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun sizlarga eng arzon joyga yetib kelganmiz. Hozir narxlarni birma-bir tanishtirib o'tamiz. To'liq ma'lumotni Muhammad Rasul akamizdan olib o'tamiz. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom, yaxshimisizlar? Rahmat aka. O'tkazavval video qo'ydik sizdan, juda ham arzon qilib berdingiz. Kommentariyalarga sabab bo'ldi. Xudo xolasa bu safar arzon qilib berasiz, xudo xolasa. Inshaalloh, xudo xolasa sizni obunachilaringizga shunaqa arzon qilib beramiz. Oladigan qilib, zo'r qilib narxlarda qilib beramiz. Xudo xolasa chiroyli qilib berasiz. Eng arzon necha puldan boshlang? 2.800.000 deysizmi aka? 2.800.000 dan 5.5 milliongacha bor. 5.5 million so'mgacha bor, a? Bor. 5.5 million so'mgacha bor. Hozir dastavkalari qanaqa bo'ladi, qanaqa to'lov qilasizlar, shuni ham bir to'liq ma'lumotini olib chiqamiz. Bitta like bosib kanalimizga obuna bo'lib turinglar. Biz videoni boshladik. Hop, aka 2.800.000 shu modelimiz bo'ladimi aka? 2.800.000 dan bu modelimiz sveta, ikki xil sveta bor hozirga. Boshqa svetlardan ham qilib beramiz. Aha, boshqa svetlardan ham qo'yiladi. Ikkita pufiga bor ekan. Ikkita pufiga, bitta xona. Xona razmeri qanaqa aka? Xona 85 ga 180. 85 ga 180 bo'ladi. Juda ham yaxshi. Qanaqa material ishlatilgan bo'ladi? Mo'shin material, ichlari 22 plotli machalka. Aha, juda ham yaxshi narsa. Aha. Buni narxi 2.800.000 so'm chiqadi. Oxirgi bo'ladigan narx. Oxirgi bo'ladigan narxi dastavkalari kelishilgan holda. Kelishilgan holda qilib berasiz. Juda ham yaxshi. Mo'shin materialdan bo'lgan ekan. Puli bir xil, rangida farqi bor. Rangida farqi bor xolos bunimizni. Rangida farqi bor xolos. Juda ham yaxshi. Buni ham ikkita pufigi bor. Xonlar razmeri bir xil. Xonlar razmeri bir xil. Bir xil narsa. Aha, endi bu model qanaqa aka? Bu modelimiz Chester fason deyiladi. Materiallari 100% mo'shin material. Ichlariga Qozog'istonda 22 plotli machalka, pampers prujinalar ishlatilgan. Yumshoq. Bularni ham xonaning razmeri bir xil, pufilari sal kattaroq bo'ladi, 45 ga 75 santimetrli. Yosh boladan bemalol 2 kishi o'tirsa bo'lar ekan. Bundan ham 45 ga 75 santimetrlikdan 2 dona bo'ladi bunda ham. 2 dona bo'ladi. 2 dona hozir bunda? Ha, 2 dona. 2 dona bo'ladi. Narxi qancha chiqadi aka endi buni? Bunimizni 4.600.000 qilib beramiz. 4.600.000 so'm qilib beriladi. Hollari ham bir xilda ishlatilgan ekan. Ha, hollarining hammasini razmeri bir xil bularimiz hozir. Razmerlari bir xil, lekin fasonda farqi bor. Juda ham ko'rib turibsizlar. Chesterli, ya'ni tugmali ishlab chiqarilgan. Tugmali fasoni, orqalari ham o'zini materialdan bo'ladi ekan. Ha, bir xil qilingan, hali orqasiga qilingan. Chayvorilgan material ishlatilmagan. Aha. Bu model qanaqa endi aka? Bu modelimiz high-tech modeli. Bularimiz ham material 100% mo'shin material. Ichlariga Qozog'istonda 22 plotli machalka, pampers prujinalar ishlatilgan. Yumshoq, maza qilib o'tirsa bo'ladi. Juda ham yaxshi. Chiroyli model. Xonlari razmeri hammasiniki bir xil bo'ladi. Hammasining razmeri bir xil bo'ladi. Pufiklari bularniki ham mana shunaqa 45 sm ga 75 santimetrli bo'ladi. Yaxshi. Buni narxi qancha chiqadi aka endi? Bularimiz ham narxini, hop, bunimiz narxini 4.5 million qilib beraylik. Mayli, Chester fasondan 100.000 so'm arzon. O'zi narxi bir xil-u, mayli arzon qilib beramiz. Arzon qilib berasiz shuni? Ha, buni burchaklar juda ham chiroyli ishlangan ekan. Chiroyli holatda turibdi. Hop, endi bu model rangi bir xil, rangida farqi bor. Rangida farqi yo'q. High-techimiz mana yangicha fasoni keldi. Qo'llarini ham boshqacha qilib ishlaganmiz. Matlariga mana bunaqa reka, tilloq svet rekalar tortib, chiroyli qilib juda ham chiroyli. High-tech ikki fasoni endi bularimizni narxini 4.600.000 so'm qilib beramiz. 4.600.000 so'm qilib berasiz. 4.600.000. High-tech fasonda ishlangan, a? High-tech. Aha, buniki ham materiali mo'shin material. Materiali 100% mo'shin material bularimiz. Juda ham yaxshi, chiroyli narsa bo'lar ekan. Buni ham ikkita katta pufigi bo'lar ekan. Katta fiklari bor bularning ham ikkitadan. Pufilari bor. Oyoqlarini ham ko'rib turibsizlar, baland. Ha, aytmoqchi, razmerini aytmabmiz. 230 ga baxt tarafi 330 bo'ladi bularimiz razmeri. 230 ga 330 bo'ladi. 230 ga 330. 8 kishi bemalol o'tiraveradilar. Narxi qancha chiqadi aka endi uni? 4.600.000 so'm. 4.600.000 so'm chiqadi. Juda ham chiroyli fason. Ha, mana xona bilan qo'yib beradigan bo'lsa, yana 100.000 so'm qo'shilib qoladi. 4.700.000 so'm bo'ladi. 100.000 so'm farqi bor. Ha, 100.000 farqi bor. Bu xona ichida 100.000 so'm farqi bor. Ha, juda ham yaxshi. Bu model juda ham ajoyib rangda ekan. Yashil desangiz yashil biz, boshqacha rang siz boshqacha rang. Juda ham yaxshi. Buni narxi bir xil. Narxi xonada farqi bor. Xonada 100.000 qo'shilib qoladi. 4.700.000 so'm bo'lib qoladi xona o'zgarsa. Aha, juda ham yaxshi. 4.700.000 so'm, 100.000 qo'shilar ekanda, demak xonaga 100.000 qo'shilib qoladi. 100.000 so'm qo'shilar ekan xonaga. Juda ham yaxshi model. Bu endi yostiqchali variantmi? Yostiqchali variantimiz. Buni ham materiallar 100% mo'shin material, ichlariga Qozog'istonda 22 plotli machalka va pampers prujinalar ishlatilgan. Razmeriga keladigan bo'lsa, razmeri o'sha 230 ga 330 bo'ladi. Aha, bir xil razmer. Bir xil. Bularimizni ham narxini 4.5 million qilib beraveramiz. 4.5 million so'm qilib beraverasiz. Juda ham yaxshi, uzungina. Bunga ham bemalol 8 kishi o'tirsa bo'ladi. 8 kishi bemalol o'tiraveradi. O'tiraveradi. Pufiylarni ham ajoyib qilishlangan, qaranglar. Juda ham chiroyli turadi. Narxi qancha endi aka buni?
4 million 600 ming so'm qilib beramiz. Ko'pchilik oyoqlari yelim deyapti-da mana bu narsalarni. Sinib ketadi deyapti. Mana bir ko'ringlarda. Hech narsa bo'lmaydi. Hech narsa bo'lmaydi. Yosh bolalar o'ynab naqa qilsa hech narsa bo'lmaydi. Materiali mo'shi. Materiali mo'shi bemalol artib ishlatilaveradi. Artib ishlatsa bo'laveradi. Hollarini ham dizayni ko'rsatib, juda ham chiroyli qilib ishlangan ekan. Xo'p, endi bu ko'rsatgan modellarimizdan aka rangida farqi bor xolos. Rangida farqi bor xolos. Pulida farqi yo'q. Pulida farqi yo'q. Pulida farqi yo'q. Uylarni pardasiga moslaysizlarmi, aboyiga moslaysizlarmi? Plus qanaqa rangda bo'lsa yasab berishaveradi. Agar boshqa internetdan ko'rishgan bo'lsa, dizayn tashlab bersa yasab beraverasizlar. Beraveramiz. Qilib berilaveradi. Shunaqa xizmatlari ham bor. Juda ham yaxshi chiqadi. Bu model ham xuddi shundan aka, sal boshqacharoq. Yo'q, bir xil model. Bir xili. High-techda o'zi bu. High-techda birinchi modeli. Aha. Materiali buniki ham xuddi o'shaqa 100% mo'shi material, svetiga, nimasiga farq qilmaydi. Bemalol xohlagan svetlarni qilib berilaveradi. Aha, xohlagan. Endi high-techimizni kattaroq razmeri 230 ga 430. 12 kishi, 13 kishi bemalol o'tiraveradi. Juda ham yaxshi, uzungina. High-tech fason aka bu ham. High-tech fason. High-tech fason. Yumshoqligini ko'rib turibsizlar, juda ham yumshoq. Buni narxi qancha chiqadi aka endi? Bunimizni narxini 5,5 million qilib beramiz. 5,5 million so'm qilib beriladi. Ikkita pufiga bor buni ham aka. 3 ta bo'ladi bularda. 3 ta bunda, kattaligiga nisbatan 3 ta bo'ladi. 3 ta bo'ladi. Pufiklari ham yumshoqqina turibdi juda ham. Xonlarni ham eng qiziq tarafi, xonlarni ham shunday ko'taramiz. Oyoqlarini yotqizsak, taxtaxon qilib ishlatsa ham bo'laveradi. Hali yoniga to'shak solib o'tirsa ham bo'laveradi. Yoniga to'shak solib o'tiradigan qilib taxtaxon qilib ishlatsa ham bo'laveradi. Juda ham yaxshi. Xonani razmeri necha bo'ladi? Xonani razmeri 270 ga 90 sm bo'ladi. 270 ga 90 bo'ladi. Bu ugaloyning razmeri qanaqa bo'ladi aka? Ugaloyimiz razmeri 230 ga 430. 230 ga 430 bo'ladi. Juda ham yaxshi. Oilasi kattaroqlar bo'lsa, shunaqa variant tavsiya etiladi. Endi bu yostiqchali model sal boshqacharoq naqasigana fasoni, oyoqlari ham boshqacha turdagi. Qanaqa fason deyiladi aka bu? Yostiqchali fason bunimiz. Yostiqchali. Buni ham razmeri xuddi o'sha 230 ga 430 bo'ladi. Materiallarimiz 100% mo'shi material, lekin buni bir tarafi faqat machalkani o'zida, 22 plotsli machalkani o'zida. High-tech fasonga nisbatan arzonroq chiqadi. Arzonroq chiqadi. Bu ham kattaroq. Razmeri bir xil, sig'imi bir xil. O'sha 13 kishi, 12 kishi, 13 kishi bemalol o'tiraveradi. Aha. Narxi qancha chiqadi? Bunimizni 4 million 600 ming so'm qilib beramiz. 4 million 600 ming so'm qilib beriladi. O'sha aytayotganingizdek machalkasida farqi bor xolos. Machalkasida farqi bor. O'shanga arzonroq chiqadi. Shunga arzonroq chiqadi, lekin chiroyli model uylaringga xohlasa tushadigan model ekan. Xonlarini ham ko'rib turibsizlar, ajoyib qilib ishlangan ekan. Juda ham yaxshi model. Xo'p, endi bu ko'k bu yerda ko'rsatib o'tganimizda sal razmeri boshqacha ekan aka. Ha, boshida ko'rsatgan o'sha maloshniimizni boshqa sveti o'sha 430 ga 230 lik razmerimiz. Bularimiz ham mo'shi material 100%, ichlari 22 plotsli machalka, pampers prujina ishlatilgan. Juda ham yaxshi. Buni ham 3 ta katta pufigi bor ekan. 3 ta mana shunaqa katta pufigi bor. Xonani qo'shib beramiz bunga. Qo'shib beriladi. Xonani qo'shib beriladi. Narxi qancha chiqadi aka endi bu katta? 5,5 million. 5,5 million so'm chiqadi. Juda ham yaxshi variant. Endi bu boshida ko'rsatib o'tgan high-tech fasonimizdami bu? Boshida ko'rsatib o'tgan high-tech fason hozirda assortiment kamayib qoldi. O'zi zo'r ketayotgan fasonimiz high-tech fason bo'lyapti. O'shaning hisobiga ham biza high-tech fasonni ko'proq qilyapmiz. Ko'proq qilinyapti. Aha. Mana ko'ring. Mana high-tech fasonni ikkisini boshida ko'rsatib o'tganimizni kattaroq razmeri o'sha 230 ga 430 ligi. Bunisi 4 million 5 million 600 ming so'mdan chiqadi. 5 million 600 ming so'mdan chiqadi. Bu hali aytib o'tganingizdek o'rtasiga siz tortilayotgandan bu aka. Ha, iltiroqlar qo'yilib, qo'llarini ham high-tech fasonda o'zgartirib fasonini. Juda ham yaxshi. Xonani razmeri o'sha. Xonani razmeri 90 sm ga 270 bo'ladi. 270 bo'ladi. Juda ham yaxshi model hisoblanadi. Narxini aytib o'tdingiz aka? Narxini aytib o'tding. Narxi aytib o'tildi. Xo'p, endi bu Chester fason materiallari 100% mo'shi material, Qozog'istonda 22 plotsli machalkalari va pampers prujina ishlatilgan. Razmeri 230 ga 430 bo'ladi bularimizniki. Xonlari ham xuddi o'shanday universal taxtaxon qilib ishlatsa ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Aha, narxi qancha chiqadi ekan? Bularimiz 5 million 700 ming so'm chiqadi. 5 million 700 ming so'm chiqadi. Juda ham yaxshi. Tarafdan chiqsa, ana chapcha o'tib beraman. Chapcha o'tib beriladi. Aha, dastlabki xizmatlari qanaqa bo'ladi ekan deb ko'rsatib o'tgan ugalov mebellarimizga? Bu ugalovlarimizda dastlabki xizmatlari telefon qilishadi. Kelishilgan holda iloji boricha Marg'ilon territoriyasi, Farg'ona territoriyasi bo'lsa, iloji boricha dastavkalarini ichida qilib berishga harakat qilamiz. Aha.
Uzoqroqdan chiqishadigan bo'lsa, dastavkalarga qo'shilib bo'ladi. Qo'shilib qoladi, to'g'ri Qo'shilib qoladi. tushirishadi endi. Ha. Aha. Telefonda kelishaveramiz dastavkalarni Kelishaveradi. xohlasa. Nomerlaringizni aytib o'tasiz, ekranimizga ham chiqarib qo'yamiz aka. Nomerlarimiz 90 785 96 96. Raqamlarga aloqa chiqaverasizlar aka. Manzilimizni ham bitta tushuntirib o'ting endi. Manzilimiz Qumtepa bozori, Kuriydan aylanib kirganda chap qo'ldan ikkinchi eshik. Ikkinchi eshik. Bemalol kelaverasizlar. Akamiz o'zlari shu yerda bo'ladi. Oyatullo uz kanalidan oldim deyishni unutmaysizlar. Xohlasa arzon narxlarda chiroyli qilib qolib berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Video yoqqansa like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.